Asqamni ayt. My name is Maximus Decimus Meridius. The name's Bond. James Bond. My name is Asax Schrader. My name is Thomas Shelby. My name is Gustavo, but you can call me Gus. Tyler Durden. Antonio Montana. Na ovuvue enye tuenwe ugbemugwem osas. O'zini tanishtirish. Juda ham oddiy va oson mavzudek ko'rinishi mumkin. Rostdan ham unchalik qiyin narsa emas. Lekin juda ham muhim holat. Chunki siz kimdir bilan tanishganingizda, tadbir yoki ish uchun bo'ladigan suhbatda o'zingizni tanishtirish orqali u odamda birinchi taassurotni uyg'otasiz va bu ancha-muncha narsalarni hal qilib qo'yishi mumkin. Shu sababdan har bir odam o'zini tanishtirish ustida alohida ishlash kerak va bu video aynan shu haqida bo'ladi. Bu videoni oxirigacha sabr bilan ko'radigan bo'lsangiz, nafaqat ingliz tilida, balki o'zbek tilida ham o'zingizni chiroyli qilib tanishtirishni o'rganasiz va tanishgan odamlaringizda iliq taassurot qoldira olasiz. What's up family? How you guys doing? It's Mike again. Xohlaysizmi yo'qmi, baribir qaysidir vaziyatlarda o'zingizni chiroyli qilib tanishtirishga majbur bo'lasiz. Agarda siz qanaqadir butun jahon biladigan bir mashhur odam bo'lmasangiz. Misol uchun IELTS imtihonining speaking qismida ham o'zini tanishtirish, o'zi haqida oz-moz bo'lsa ham gapirib berishdan boshlanadi. Turli marosim, tadbirlarda networkingni kuchaytirish uchun yangi tanishlar orttirayotganda ham kerak bo'ladi. Ishga kirish uchun bo'ladigan suhbatda va ishga kirganingizdan keyin yangi jamoa bilan tanishishda ham bu juda muhim rol o'ynaydi. O yüzden bunga guvoh bo'lgan bo'lsangiz kerak. Qanaqadir rasmiy tadbirlarda, yig'ilishlarda biz baribir nafaqat ingliz tilida, balki o'zbek tilida ham rasmiy so'zlardan foydalanamiz va rasmiy tarzda o'zimizni tanishtirishga majbur bo'lamiz. To'y, qandaydir bazmlar yoki tadbirlarda siz yangi insonlar bilan tanishasiz va u yerda biz casual conversation qilamiz. Erkin, bemalol, norasmiy, ya'ni qanaqadir bir do'stona olgan holatda biz tanishamiz. Va o'sha holatda odatda biz norasmiy tonda gaplashamiz. Shu sababdan biz videoda nafaqat rasmiy, balki norasmiy salomlashish va o'zini tanishtirish haqida ham gaplashib o'tamiz. O'zingizni chiroyli, esda qolarli qilib tanishtirishingiz uchun sizda oldindan tayyorlab qo'yilgan bir qancha bir ma'lumotlar kerak-da. Nafaqat ingliz tilida, balki o'zbek tilida ham sizda oldindan tayyorlab qo'yishingiz kerak ularni. Va biz sizga 10 ta pointlarni tuzib chiqdik. Agar siz o'zingizni tanishtirayotganingizda shularni inobatga olib tanishtiradigan bo'lsangiz, eshitgan odam siz haqingizda to'liq ma'lumotga ega bo'ladi va siz haqingizda chiroyli, iliq taassurotga ega bo'ladi. Birinchisi, salomlashish. Qaysi tilda bo'lishidan qat'iy nazar biz baribir birinchi bo'lib salomlashamiz. O'zbek tilida assalomu alaykum deymiz. Ingliz tilida ham o'zingizni tanishtirayotganingizda albatta bu iboradan foydalansangiz bo'ladi. Bu hech qanday muammo tug'dirmaydi, chunki butun dunyoda bu salomlashish ekanligini bilishadi. Keling birinchi bo'lib formal greetingsdan boshlasak, ya'ni rasmiy salomlashish. O'sha 7 yoshdan 70 yoshgacha barchamiz biladigan salomlashish turidan biri bu hello. Endi inglizda shunaqa deydi. Kunni qismiga qarab alohida salomlashlardan foydalanadi. Masalan, xayrli tong ma'nosida good morning, xayrli kun, good afternoon, kechki payt bo'lsa good evening deyshadi. Darvoqe, good night iborasi salomlashtirishga kirmaydi. Xayrli tun. Yaxshi yozib turing deganda-ku. In case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. Hello ni har qanaqa vaziyatda ishlatib turasiz. Rasmiy holatda ham, norasmiy holatda ham ishlatsa bo'ladi. Ma'nosi salom degan. Bu salomlashdan keyin albatta good morning, good afternoon yoki good evening desangiz bo'ladi, kunni qismiga qarab. Lekin o'zingizga yaqin olgan odamlaringiz bilan buni ishlatmagangiz ma'qulroq, chunki bu qanaqadir bir rasmiyroq eshitiladi. Ya'ni o'zingiz eshitib ko'ring, yaqin odamingizni ko'rib qoldingizda, salom, xayrli kun. Qanaqa kulgili eshitiladi. Mana endi native speakerlar ishlatadigan bir qancha jumlalarni ko'rib chiqsak. Hi there. Hi there. How you doing? How you doing? What up? What up, man? Hey. Hey. Darvoqe, agar hey degan iborani eshitsangiz, u bu kim meni chaqiryapti ekan deb labbay demang. Chunki bu salom ma'nosida ishlatiladigan ibora. Mana bu iboralarni siz norasmiy davralarda ishlatsangiz, aynan nuqtasiga urgan bo'lasiz. Ikkinchisi, ism yoki taxallusni aytish. Mana salomlashib oldik. Endigina albatta biz o'zimizni tanishtiramiz. Ismimiz yoki qandaydir taxallusimiz bo'lsa, undan foydalansak bo'ladi. Hey, I'm Mike. Hi there. My name is Mike. Keling sizga bitta sir ochsam. O'zimni Mike deb tanishtirishim asosiy sabablaridan bittasi, mana chet ellik odamlar bilan gaplashib qolsam yoki o'zimni tanishtirgan paytimda o'zimning haqiqiy ismim Nurmuhammadni noto'g'ri talaffuz qilishadi yoki bizib aytishligi mumkin. Shu sababdan ularga osonroq bo'lish uchun ham Mike deb aytaman o'zimni. Uchinchisi, location. Joylashuv. Endi siz qayerdan ekanligingizni aytishingiz kerak. Masalan, O'zbekistondasiz va Toshkentda tug'ilgansiz. Siz nima desangiz bo'ladi?
I'm from Tashkent in Uzbekistan. Yoki O'zbekistonda tug'ilib o'sganman demoqchi bo'lsangiz, I was born and raised in Uzbekistan. Mabodo siz qaysidir viloyatda tug'ilib, lekin shaharda ulg'aygan bo'lsangiz, o'sha yerda katta bo'lgan bo'lsangiz, nima deysiz? I was born in Andijan but grew up in Tashkent. Ya'ni Andijonda tug'ilganman, lekin Toshkentda katta bo'lganman. Birinchi o'rgangan iboramizga bitta eslatma qilib ketaman. Siz O'zbekistonni birinchi qaysi viloyatdanligingizni aytasiz va undan keyin in deb O'zbekistonni aytishingiz kerak. Agarda siz I'm from Uzbekistan in Andijan deydigan bo'lsangiz, men Andijonni O'zbekistondanman bo'lib qoladi. Shu sababdan siz birinchi aynan qaysi viloyatdanligingizni aytasiz, undan keyin in predlogi bilan O'zbekiston aytasiz. To'rtinchisi, lavozim va kompaniya. Endi bu yerda men tushuntirib berishim kerak bo'lgan joylari bor-ku. Sal yaqinroq kelasiz. Agar siz biror bir ofisni qaysidir bo'limida ishlaydigan bo'lsangiz, I work at iborasini ishlatasiz. Misol uchun men Inglify ofisida akademik bo'limida ishlayman va shuni ingliz tilida aytadigan bo'lsam, I work at Inglify in the academic department desam to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bu yerda men ofisga kelaman, ofisda o'z ish faoliyatimni olib boraman. Lekin men Inglifyda ishlab, o'z faoliyatimni uydan yoki boshqa bir joydan olib boradigan bo'lsam, I work for iborasini ishlataman. Ya'ni I work for Inglify in the academic department. Agar tarjima qiladigan bo'lsak, mana bunday ma'no kelib chiqadi. Men akademik bo'limida Inglify uchun ishlayman. Ya'ni bu yerda biz aynan Inglify ofisiga kelib, shu yerda ishlashimiz shart emas. Boshqa joydan turib ham mana shu joyda ishlashimizni ko'rsatsak, aytsak bo'ladi. Demak, kichkinagina xulosa. Siz biror bir joyda jismoniy jihatdan ishlab, o'z faoliyatingizni olib boradigan bo'lsangiz, o'sha bino ichida bo'ladigan bo'lsangiz yoki tashqarisida work at iborasidan foydalanasiz. Lekin siz o'sha kompaniya uchun ishlaydigan bo'lsangiz, u physically u yerda bo'lmasangiz, ya'ni jismoniy jihatdan o'tirib ishlamaydigan bo'lsangiz, work for iborasidan foydalanasiz. Mabodo tushunmay qolgan bo'lsangiz, izohlarda savollaringizni bering, o'tdan kengroq qilib ham tushuntirib beraman. Siz qayerdadir menejer bo'lib ishlashingiz mumkin. Nima deysiz? I'm a manager at somewhere. Mabodo siz sotuv bo'limida ishlaydigan bo'lsangiz, I work in sales department iborasidan foydalanasiz. Easy. 5-inchisi, qualification. Ish yoki o'qishdagi darajangiz. Universitet tamomlash arafasida bo'lsangiz, I'm about to graduate desangiz bo'ladi. Ana graduate iborasi esa shunchaki bitiruvchiligingizni ko'rsatib beradi. Siz ayni damda qandaydir kurs olgansiz va uni ustida ishlayapsiz. Misol uchun aytaylik, matematika kursi bo'lishi mumkin, montaj kursi bo'lishi mumkin. Shunda qanaqa iboradan foydalanasiz? Va shunda siz I'm currently taking a course in dan keyin qaysi yo'nalishda, qaysi sohada, qanaqa bir fanni o'zlashtiryapsiz, qanaqa kurs oldingiz, o'sha narsani aytsangiz bo'ladi. Bilsangiz kerakki, internetda ma'lum soatdagi qandaydir kurslar bor. O'sha kurslar haqida gapiradigan bo'lsangiz yoki o'sha kurslarni olgan bo'lsangiz, nima deysiz? I have completed 10-hour course in math. Ya'ni 10 soatli matematika kursini tamomlaganman. O'qib tugatganman desangiz bo'ladi. Siz o'zingizning yo'nalishingizga qarab, qaysi fanni bitirdingiz, qanaqa kurs oldingiz, shunga qarab turib bu shablonlarni o'zgartirib, o'zingizga moslashtirib olasiz. Agar allaqachon sizda bunaqa nutq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozing. Biz ham ko'raylik. Agar yanada chiroyliroq, mukammalroq qiladigan bo'lsak, biz ham aytamiz o'shani. Balki qanaqa o'zgartirishlar kiritarmiz, xatolar bo'lsa aytarmiz. Agar hali nutqingiz bo'lmasa, o'zingizni keng, chiroyli qilib tanishtira olmaydigan bo'lsangiz, bu aytilayotgan maslahatlarni yozib oling. Video tugashi bilan izohlarda o'zingizni tanishtirib ko'ring. Shunga qarab biz ham sizlarni yaqinroq bilib olamiz. 6-inchisi, experience, tajriba. Endi berib o'tgan misollarim ham o'zimdan kelib chiqib turib aytayotgan misollar. Masalan, men teaching, ya'ni dars berishda 6 yillik tajribaga egaman. Shuni agar men aytadigan bo'lsam, I have 6 years experience in teaching deya olaman. Agar siz men qaysi sohada ishlashimni, nima ish qilishimni biladigan bo'lsangiz, lekin necha yillik tajribaga egaligimni bilmasangiz, men sizga mana bunday javob beraman. I have 6 years of experience. Shu joyga siz aynan qaysi yo'nalishda ishlashingizni ham aytib ketsangiz bo'ladi. Shu bilan bir qatorda men montaj qilishni ham oz-moz bilaman. Endi bir 1 yil, 2 yillik tajribaga egaman-da. I have 1 year of editing experience. Keling shunga o'xshash yana bitta ibora o'rgansak. Aytaylik siz buxgalterlik, ya'ni accounting sohasida nechadir yildan beri ishlab kelyapsiz. Misol uchun ayting, 5 yillik tajribaga egasiz. 5 yildan beri shu sohada ishlab kelyapsiz. I have worked in the accounting field for 5 years.
Endi boya aytganimdek, yo'nalishingizga qarab turib bu iboralarni o'zgartirib, o'zga moslashtirib ishlataverasiz. 7-si family, oila norasmiy vaziyatlarda. Keling, keng tarqalgan noto'g'ri ishlatiladigan misollardan bittasini aytsam. Sizlar oilada 5 kishilar. Nima deysiz? We are 5 in our families. Katta ehtimol. Va bu aslida to'g'ri emas. Unda buni to'g'ri shakli qanaqa bo'ladi desangiz, there are 5 members in our family desangiz to'g'ri bo'ladi. O'z noto'g'ri deb aytgan iboramni ham ishlasangiz bo'ladi. Odamlar tushunib oladi, lekin unaqa tabiiy emas-da. Native speakerlar unaqa ishlatmaydi. Unaqa demaydi. Agar siz kichik bir oiladan bo'lsangiz, oddiz, oyingizlar, singiz, akangiz bo'lishi mumkin. O'sha oiladanman demoqchi bo'lsangiz, ingliz tilida I am from an immediate family desangiz bo'ladi. Ya'ni immediate family bu o'sha ota-ona, farzandlarni o'zi bir kichkinagina bir oilani tasvirlaydi. Moboro siz katta oiladan bo'lsangiz, buviz, buvizlar, amma xolalar bir keng, bir katta hovlida turadigan bo'lsangiz-chi, nima deysiz? I am from an extended family. Shunda extended family bu katta oila. Buvizlar hamma shu ko'pchilik turadigan bir oilani extended family deydi. Va oilada 4 ta aka, singil, opa-ukasilar. Ulardan bittasiman demoqchi bo'lsangiz, g'alatiroq eshitilishi mumkin. I am one of 4 siblings. Bu yerda siblings aka, singil, opa, uka degan ma'nolarni bildiradi. Buni mendan ham ko'ra o'zingiz yaxshiroq bilsangiz kerak. I am an only child iborasi esa siz yagona farzandligingizni bildiradi. Akangizlar ham yo'q, opangizlar ham yo'q, bitta o'sha erkatoy farzandsiz. 8-si hobbies, hobbilar. O'rtoqlar, hozir aytadigan iboralarim qandaydir bir balandparvoz iboralar emas. Sodda, ko'cha tilida ishlatiladigan, har kungi hayotimizda qo'llaniladigan iboralar bo'ladi. Shu sababdan video ko'rayotganingizda, "Voy, bunaqa ma'lumotlar hayotimda ko'rmaganman" demayotgan bo'lishingiz mumkin. Chunki bular sodda, hozir aytganimdek, ko'cha ingliz tilida ishlatiladigan keng tarqalgan iboralar. Siz nima yaxshi ko'rasiz? Futbol yaxshi ko'rasizmi? I really like football. American Englishda bu soccer deyiladi, mabodo. Ma'lumot uchun. Oriylarda baribir basketbolni sevuvchilar, bir mazza qilib o'ynaydiganlar bo'lsa kerak. Agar siz o'shalardan bittasi bo'lsangiz, I'm a real big fan of basketball iborasini ishlatsangiz bo'ladi. Har kun ertalab yugurgan chiqasiz. Yugurish joni deysiz. Nima deysiz? I am a keen runner iborasi bir maqsadga muvofiq bo'ladi ishlatishga. Agar bu videoni siz yozda, kunli isigan paytda ko'rayotgan bo'lsangiz, suzish bir ayni muddao bo'ladi-da. Ya'ni siz suzishni sevadigan odam bo'ladigan bo'lsangiz, suzishni bir jinnisi bo'ladigan bo'lsangiz, I am crazy about swimming. Labaludek suzaman deb o'zi ham degan bo'lasiz-da. Endi bu yerda mahoratingizni ifodalamoqchi emasman. Suzishni yaxshi ko'rishingizni bir keyingi darajasida, bu yuqori darajasini ifodalagan bo'lasiz. 9-si age, yoshingiz. O'sha hammamiz biladigan I am o'rtaga yoshingizni qo'yasiz. Undan keyin years old. Xolasangiz years old deshingiz ham bo'ladi. Mabodo siz 21, 22, 23 lar atrof bo'ladigan bo'lsangiz, I am in my early 20s siz bo'ladi. Agarda siz 25, 26, 27 lar bo'ladigan bo'lsangiz, I am in my mid 20s siz bo'ladi. Endi shu yoshingiz ham shu 30 ga qarab ketyapti. 28, 29 lar atrofsiz. Nima deysiz? Qani nima deysiz? I am in my late 20s. This is o'sha, demak bu odam 28 yosh, 29 ga o'xshayapti-da degan bir tushuncha uyg'onadi eshitgan odamda. O'rtoqlar, bizning maxsus ilovamiz bor. Ilovamiz ichida har bir daraja uchun serial ko'rinishidagi video darslar tayyorlangan. POV formatidagi bunday darsliklarni siz shunchaki tomosha qilmaysiz, balki o'zingiz ham qatnashasiz. Har doimgidek birinchi men savol beraman o'zbekchada, sen uni inglizchaga yugurasan, keyin teskarisini qilamiz. Okey? Okey. Birinchi savolim Hamsa buyuk kitob. Undan tashqari, resource bo'limida kinoni yanada yaxshiroq tushunib ko'rishingiz uchun Teach Azam va maxsus mehmonlarimiz shahridagi kino izoh rukni bor. Bu videolarda siz kinolarni ingliz tilida subtitr bilan ko'rasiz. Film orasida spikerlarimiz sahnalarni sharhlab, u epizodda nimalar bo'lganini muhokama qilishadi. Shu bilan bir qatorda murakkabroq so'z yoki gaplarni tarjima qilib tushuntirib berishadi. Mana shunday imkoniyatlardan foydalanib, hozirgi kunga qadar 10 mingdan ortiq o'quvchilar kurslarimizda o'qishdi va ayni damda 1800 dan ortiq faol o'quvchilar ingliz tilini o'ynab o'rganishmoqda. Agar siz ham ular safiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, video tasvirdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. 10-si fun facts or jokes. Qiziqarli faktlar yoki hazillar. O'rtoqlar, bu qismi mutlaqo ixtiyoriy.
Agar bu ma'lumotlarni inobatga oladigan bo'lsangiz, narigi odamda bir iliq taassurot uyg'onadi. Tasavvur qiling, kimdir bilan tanishyapsiz. Video boshidan yetib kelayotgan hamma ma'lumotlarni aytyapsiz. Oxirida bir o'y haqida qiziqarli bir ma'lumot aytyapsiz yoki sekingina silliq bir hazil tiqib ketyapsiz. Albatta bir ijobiy taassurot uyg'onadi, yo'q emasmi? So here you can say an interesting fear, a weird like or dislike, facts about your pet, or a strange achievement or extraordinary experience. Ya'ni, mana bu yerda siz noyob bir ajalib turadigan qiziqarli bir qo'rquvingiz bo'lishi mumkin. O'shani aytasiz. Yokida qanaqadir g'ayritabiiy biror narsani yoqtirasiz yoki yoqtirmaysiz. Agarda uy hayvoningiz bo'ladigan bo'lsa, qiziqarli faktlarni aytsangiz bo'ladi u haqida. Ja bo'lmasa, noyob, esda qolarli tajribangiz bo'lishsangiz bo'ladi. Mana shuncha narsa o'rgandik. Endi bitta misol bo'lsa, nima deysiz? Hey everybody, my name is Mike. I am 23 years old. I am from Tashkent in Uzbekistan. I'm a graduate. I work as an English teacher. I'm a big fan of soccer. Darvoqe bir narsani aytib o'tishim kerak. Hozirgacha gaplashgan shu 10 ta pointlar ketma-ketlikda ketishi shart emas. Siz qaysi birini birinchi aytmoqchisiz, qaysi birini keyin aytmoqchisiz, uni o'zingizga moslashtirib olsangiz bo'ladi. Good day everybody. How you guys doing? My name is Mike and I'm 23 years old and I'm a graduate from KUIT. I now work as an English teacher, plus I'm a real big fan of swimming. Aslida o'zini tanishtirish mana shunaqa erkin, tabiiy bo'lishi kerak. Bundan oldingizda biz yoyib punktlarga qo'yib chiqdik. Shuning uchun sal notabiiyroq eshitildi. O'zingizni tanishtirayotgan payt imkon qadar erkin, o'zingizni bo'sh qo'ying va imkon qadar qiziqarli va barcha yuqorida aytib o'tilgan narsalarni inobatga olib, keng qilib tanishtiring. Videomiz siz uchun foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosing, izoh yozing va yana kimlar uchun foydali deb o'ylaysiz, ularga jo'natib qo'ying. Darvoqe, o'zingizni tanishtirish esdan chiqmasin. Shu orqali yanada yaqinroq bo'lib olamiz bir-birimiz.